Bugun biz Gulyam va Nigora opaning sensorli integratsiya seminarlariga yig'ildik. To'g'risi bugun o'zim kutgandan ham ko'proq natijalarga erishdim deb o'ylayman. Ko'proq natijalarga erishdik. Bugun biz RAS, autizm sindromli bolalar, SDVG, autizm ya'ni zaykanyasi bor bolalar bilan qanday qilib sensorli integratsiya ishlarini olib borishni o'rgandik. Keyin biz Nigora opani programmalarini, turli xil metodlarini, bolalar bilan qanday ishlash, qaysi nuqsonli bolalar bilan qanaqangi metodlarni olib borish yo'llarini o'rgandik. Men Nigora opaga rahmat demoqchiman. Berayotgan bilimlariga biz juda ham ko'proq bilimlar o'rgandik. Yana ham Xudo xohlasa shu bilimlarni egallashdan to'xtamaslikda o'zimizga ham niyat qilib qolamiz. Sensorli integratsiya bo'yicha seminarga keldik. Juda ham ko'p qiziqarli ma'lumotlar oldik. Hech qayerda bo'lmagan ma'lumotlar bu yerda. Chunki Nigora opa Teach dasturi bo'yicha O'zbekistonga birinchi marta olib kirganlar, o'shani ichidan sensorli integratsiyani juda ham qiziqarli bo'lgan ma'lumotlarni berdilar. Bu ma'lumotlar asosida endi yangi bilimlar bilan bolalarda juda ham zo'r yaxshi natijalar qilishga harakat qilamiz.